Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Mening ismim Abdurim G'ani, Gollandiyada yashayman. Mening 2017-yil 5-oyning oxiridan boshlab vatanimiz Sharq Turkistondagi ota-onam, urug' tuqqan, do'st birodarlarim bilan bo'lgan butun aloqam uzildi. Ular hayotmi, o'ldimi, Xitoyning Sharq Turkiston jazo lagerlaridami, turmadimi, uni bilmayman. Uyg'ur millati Sharq Turkistonning asli zimin egillari bo'lib bilan Xitoy tajovuzchilarining turli tuhmatlariga uchrab, har xil vositalar bilan ular yo'qtilyotdi. Xitoyning turmillariga, jazo lagerlariga mahkum qilinyotdi. Jumladan etnik qirg'inchilikniki qurboni aylanib, Sharq Turkiston ziminlaridan tozalanyotdi. Men o'zimning ota-onasining urug' tuqqanlarining beshiga kelgan qismatlarni bir millatning qismatlarini birlashtirib, Gollandiya parlamentiga, xalqqa, shundaqla Gollandiyaga kelgan sayohatchilarga anglatish orqali ularniki hissdoshligini qo'lga keltirdim. Biz butun dunyodagi Uyg'urlar o'zimizningki urug' tuqqanlari, ota-onalari, do'st birodarlar orqali guvohlik berish orqali dunyoning sukutini buza olamiz. Bu bizning irodamizga, jasoratimizga, g'ayratimizga, jumladan har birimizningki guvohlik berishiga bog'liq. Hammamiz guvohlik berish faoliyatiga aktiv ovoz qo'shaylik. Sharq Turkistondagi zulm uchrayotgan, etnik qirg'inchilik qurbon bo'layotgan shu xalqimizningki ovozini dunyoga anglatish mening, sizning, uning jumladan har birimizningki vijdoniy burchi. Qani guvohlik berishga otlanaylik.